Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun katta vodoprovod sistemasida koloduslar qo'yiladi, ichida zadvishkalar qo'yilishi uchun. Shularning qopqoqlari, koloduslarni yasashda armatura karkazlari kerak bo'ladi. Armatura karkazlarini to'qish mana bunaqa bo'ladi. Shagi 20 ga 20. Xuddi shunaqa karkazlar to'qiladi. Bu karkazlarni qo'lda to'qib chiqadi, lekin qayrishlarda esa apparatlardan foydalanadi. Hozir sizlarga shu armaturalarni qanaqa qayrish to'g'risida, apparatni qanaqa ishlatish to'g'risida video ko'rsataman. Apparatning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana pastda menyular paneli bor. Bu yoqda o'chirib yoqish, graduslarni qanaqaga to'g'rilash bor. Hozir bu 90 gradusda turibdi. Bu yoqda 135 graduslik bor. Pastda 45 graduslik bor. Xuddi shunaqa istalgan gradusga qo'yib armaturalarni bukish mumkin. Hozir men 90 gradusga qo'ydim. Mana anaqani bosganda bu apparat ishlab qayiradi. Hozir bitta armatura olib sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'linishini. Hozir bitta armatura olamanda 90 gradusga qo'yilgan apparatni bukishni bitta ishlatib ko'rsataman apparatni. Oyoqda knopka bosilganda apparat ishlab qayiradi. O'sha boyagi gradus tanlangan, mana 90 gradusda qayirdi. Xuddi shunaqa boshqa graduslarga ham o'tkazib ko'rish mumkin. Hozir 135 gradusliga qo'yib yana bir marta ko'rsataman. 135 graduslikda qayiradi. Umumiy qurilish sizlarga qiziq bo'lsa, qurilish sohasida shunaqa yangiliklarni bilish uchun kanalga obuna bo'ling. Bundan ham qiziq, foydali videolar tayyorlashga harakat qilamiz, xudo xolisa. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar.